Avvalini bersin. Ishga jo'nab ketaylik iloyim. Ketdik. Avvaliga yo'q, rahmat. Qo'y qizalog'im endi aytmoqchi edim. U yoqdan bu yoqqa yugurib o'tmanglar, iltimos. Biz xursandchilik qilamiz. Biz faqat xursandchilik ulash uchun kelganmiz. Biz unaqa birovni bolasini yig'latgimiz kelmaydi. Aytib qo'yib oldindan bolalar u yoqdan bu yoqqa yugurib o'tmanglar, bolajonlari iltimos. Ko'ringlar, undan ko'ra bir sportga qiziqinglar, bir uchib yuradigan bir boksyor yigitlar, polvon yigitlar bo'ylar yurtimizni bayrog'ini baland ko'taringlar. Yurtboshimiz bizga shunaqa sharoitlar yaratib bergan. Tayyormisiz? Ketdik. Randat flag salto bilan. Bosanslar. Randat flag saltolar bilan. Ha, ishga salto birdaniga. Hoppa. Vaha, yapma. Uchishini qarang, yamo'ylar. Ya qo'yir, ya ho'kasga diyor. Bu tarafiga ham. Randat flag salto. Yo'qlar, bochka olib yeshlar. Davat. Ya'ni jarohati bor buni o'zi oyog'ida. Aslida 3-4 kun kelmadi-yu bu yerga. Bundoqning qishloqqa ham 1-3 kun kelmadi. Oyog'ida jarohati bor. Bu ishdan tashqari kunduzi ham ishda bu yigitlarimiz. Shunday ekan jarohatda o'ynayapti, shunchalik uchyapti. Jarohat bo'lmasa vaqti uchish o'rar ekan-da. Ha, bolalar chiqinglar, shu bolalarimiz bo'lmasa yurmanglar, u yoqdan bu yoq ukalarim o'tirib jo'lashib olsa, xo'pmi? Endi bitta salto o'tadi, flag salto o'tadi. Yakuniga o'zingiz baho berasiz. Ketdik. 3 ta birdaniga. Randat bilan boshlaymiz. Polfin degan saltosi borda va yigitlar, e'tibor bering bir akrobatga. Babaga kelgan bitta oshib bergan, hozir charchab qo'ygan yo'qmi? Hozir salto otadigan yigitlarimiz biladi, murakkabligi bor. Bu holatda, mana shu holatda agar akrobat oshsa, bitta salto otgan orqaga. Mana qarang. Mana shu holatda tushadi. Havoga salto otgandan keyin mana shu holatda tushadi. Bu iloji yo'q. Havoga salto ottirib, aylanib turib, bu tarafga qarab tushib qolsa iloji yo'q. Chunki ilojini topdi. Yugurib keladida, randat urib, qo'li tekkan holatda urib, orqaga salto otib, havoga uchib, qarang, havoda aylanib bunaqasiga tushib qolishga harakat qilsin. Pol fint deb ataladi. Ko'ramiz va baho beramiz. Marhamat. Kasga diyor. Yetdik. Ya. Pol fint ko'ramiz, e'tibor bering tomoshaga. Bitta bo'ladi shu yerda. Mana shoshilma faqat. Hoppa! Konsekvensiga degan tomosha, qo'yil. Zo'r gap yo'q. Allo. Ya, yigitlarimiz ustochasam bugun bo'ldi. Kasga yigitimiz. Yigitlarimiz kecha